بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الفصل الثالث في من يصح فيه الظهار عند الظهار يعني بس erkişi ayalını anasının bir azası o'xshatganlar qildi. Bunda yaqin kelsa ilgari bir kafarat berib, ondan yaqin qildi deb tushunadi. Ham jahiliyatda shunda bir odat bo'lishqa islom buni mushukim bilan bir taraf qilayotgan. 3-faslda mushu zaharni qanday kishiga desa, ondan zahar tushadi demoqchi. Wattafaqu ala luzum az-zihari min az-zawjati allati fil asma. Barliq olimlarning ittifaq bilan er kishi o'zining amriga o'zining xotiniga desa tushadi. Bunda ittifaq. Ammo o'zining xotiniga ko'chaga ittifaq bilan zonda deb qo'ysa, barbaram. Vaqtalafu fi az-zihari min al-ama. Endi masalan xo'jayin sho'risi dediki bilan bilib olayotgan halolda. Ash dedek sho'riga anta alayya kadharummi degan taqdirda hukm qanday bo'ldi deganda qitlab qoladi. Va min allati fi ghayr al-asma. Yani o'zining amrida bo'lmagan ayolga shu gapni qilib qolsa qanday bo'ladi? Masalan, shu gapni qilib qo'yib, ashlarni keyin olib qolsa, burun degan ashu zahari ishlab qolamdi yoki nafsizmi degan. Albatta, ko'chadagi ayolga deb qo'yib, u keyin u ayolni amsa zodi uning ta'siri yo'q. Va kadalika ixtilafu fi zahar al-mar'ati min ar-rajul. Yani ba'zida ashu no'shallar yerini xatni o'rtatadigan. Ayolni erkisi zahar qilmay, ayol erni zahar qiladigan. Bu ayol endi erga anta alayya kazahri abi degandek, ya kazahri ummi demdo, kazahri abi demdo shunda ibora bilan zahar qilib qo'ysin bo'lmoqchi. Bu hozir ma'vo mush faslda bahs qilgan masalani bir-birlab bayon qilib qo'yadi. Famma az-zaharu min al-ama endi didakni anta alayya kazahri ummi deb zahar qilgan ahvolda bir Hücayman dedik varken bu didikiga ente alayya kadahri ummi debto. Nim bo'lmoqchi. Faqala Malikun va Thawri va jama'atun az-zihar minha lazimun. Imam Malik, Thawri va bir grup olimlar az-zihar minha lazimun kaz-zihari min az-zawjati al-hurra. Hur xotinga o'xshashlam zahar bo'lib ketadi debto. Va kadalika al-mudabbaratu va ummul walad. Mudabbara olsun, ummul walad olsun bu andi qullarning sho'rlarining turi, Mudabbara degan to'q qulni masalan kim deymiz, mudabbara deymiz, ummul walad deymiz, mukatab deymiz. Bu musulmon turlari hamda. Hozir shu mudabbara degan masalan mendin keyin qolsang sen hur deb turibdi. Yani dubur degan keyin bo'ldi arq tarafi. Men o'lib ketib qolsam, sen qolib qolsang, azat bo'lib ketsa deganni bildiribdi. Bunda bir dedaklab qolsam Onunğa aşında dese, ente alayya kadahri ummi dese, o'xshash zahar bo'lib ketadi debdi. Ya'ni kafarat berish kerak, bil bo'lishdan ilgari. Va ummul valadni biz xo'jayin shu cho'risdan farzand ko'rgan bo'lsa, shu cho'risi ummul valad bo'lib ketdi. Buni saqlanmaydi, buni hukmi bor ayrim. Demak Imom Malik bilan bir guruh olimlar qul dedak, ya'ni sho'ra ashunga o'xshash debdi. Hurayl o'xshash zahar bo'ldi. Va qala Shafi'i va Abu Hanifa va Ahmad va Abu Thawr la zahara min ama. Sho'r degan u xotinning monikan zahar desa uni hukmi oyatga kunda zahar olmaydi debdi. Va qala al-Awza'i in kana yata'u amatahu fa huwa minha mudahirun wa in lam yata'ha fa hiya yaminun wa fiha kaffaratu yamin. Hamda Imom Awza'i agar shu cho'risga yaqin kelib turgan bo'lsa, anta alayya kadahri ummi deb zahar qilsa zahar bo'ldi. Agar odat yaqin kelmaydigan, shu xizmatni qilib qo'ygan bunda dedak qilib qolsa, o'sha zaharning hukmi yo'q debdi. Demak, bu yerda xuddamda ayolga o'xshashda, bu yerda jima qilish tarafdan ham ayolga o'xshaydi demakchi. Jima qilmasa ayolga o'xshamaydi. Bu qarash Hasan Basridan rivoyat qilingan. Va fiha kaffarat yamin. Demak, yaqin kelmaydigan bo'lsa, bu zahar olmaydi, lekin bir qasam bo'ladi, bunda qasam kaffarat keladi debdi. Va qala Ata huwa mudahirun lakin alayhi nisf kaffara. Unda Ata zahar bo'ldi, lekin ash hudud, boshqa taloq, iddat degan hamma yerim shurat qo'ydi deb kelgancha. Bu yana shunga o'xshash. Yerim ushurib bilan bu yerim kaffarat qildi. Zahar bo'ladi, lekin 60 miskina nimaga tushdi? 30 miskina tushdi demakchi.
Şehreyn mutatabi'in şehrin mutatabi oldu ki. Bu kafaretler yerin üstüne göre olsa ayol ölçem kılıp yerim değil. Lekin şu hazır zahar kimning usti işte? Ayol. Şu söz kimga deyildi? Ayolga. Talaq degan söz aş zikki qarta deyilgan bo'lgan ekan, iddati shuni chiqib ketdi dedi. Talaqmi ishga tushdi dedi, to'g'rimi? Iddatmi yarmlashdi dedi. Qasamdan kafaret kim degan bu satib jumbo tamalangan yo'q. Biz tarafdan jumbo o'tirdi. Chunki endi bu harrama ma ahallallohu lahu. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallohu lak. Ayında qad faradallohu lakum tahillata aymanikum. Demak, shu harom qilayotgan narsani yemin dedi shu. Ularnikin bu bir tarafdan chiqib qoladi endi. فدليل من أوقع ظهار الأمة عموم قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم. Demek İmam Malik qatorliq olimlar bir oyog'i o'xshash zahar tushirdi degan qarashlar bu oyatning umum siyg'asida islatdi. Yuzahiruna min nisaihim. Nisaga ayollar demildi-ku. Ayollardan dedek ayollar olamdı, xotin ayollar olamdı. Ayollardan zahar qilganlar degan ekan, bu bir xil ayollar hamda. والإمام من النساء منه وحجة من لم يجعله ظهارا أنهم قد أجمعوا أن النساء في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وإلى نسائهم diyen söz gelmiş adamı. Bir yerde şu ernin emrdeki hür xotinlarni ko'z tutgan. Demek hozir ma dalil mantiqacisi bo'yicha nima deb atildi? An-naqd. An-naqd. Sizning va degan gapim niyat tushmadi mana. Bu naqd oldu. Davan ekan, bir tarafdan mesela ilahi o'qishdi, bir tarafdan hamda lafzni tutib, Qur'on-i Karim nisaihin degan so'z din hur ayında erlarning emrdagi hur ayollar ko'z tutilgan ya'lim ba mana. Hamma shunda olmaydi. Nima uchun siz unga umum deb turib olasiz? Debdi. Ya'ni mishada asl ma'ayat nima shunda dangmisa? Zaharda manda desangiz, umum desangiz, ma iladim shunda desangiz bo'libdi. Yani unda demangiz, hamma ittifoq bunda dedekchimaydi buni ishiga deganda. Fakadalika ismun nisa fi ayati zahar. Undan keyin zahar oyatidagi nisa degan so'zni shunda o'xshash. Fasababul xilaf, demak mishadamda talash ta'sirning sababi nima? Muarada al-qiyas ash-shabah lil-umum. Qiyas shabahni biz nechiqadan takrorlab o'tib ketdik. Qiyas demir tashbih zahar bil ila. Zaharni ilaga o'xshash. Zahardimi o'zining halol ayolini bakar anasi o'xshatib jumda yaqin kelmay turishayotdi-ku. Yaqin kelmayman degandek bir ishlatdi. Iladimi qasam qilib yaqin kelmay turgandi. Bu tarafdan bu ikkisi o'xshab qoldi. Lekin bu rasmiy qiyos emas. Bunda o'xshatib qishimdi. Shuni qiyos shabah dedi. Mush qiyos shabahdir oyatdagi umum lafzga zid kelib qoldi deydi. umum lafzı qasiti an-nisa. Ana umum lafz yaqtadi dukhul lima fi zahar. Nisa'in degani ayollar qanday ayol olsun zaten yaqin qilganlar ayol olsa, xotin olsun, cho'risi olsun, o'sha şey sirda deyish kerakda. Umumni bablar. Va tashbihu bil ila yaqtadi khurujahunna min az-zahar. Endi ila o'xshatsaqcho, ilada hur ayollam ila bo'ldi degan. Cho'rlar bo'lmaydi degan ekan. Bu chaqda uningga o'xshatsak, yani zaharda dedeklik chiqdi deyish kerak. Dedeklik chiqdi demagan ekan, o'xshash deyish kerak. Yani o'xshatsa chiqarib o'tish kerakdi. Va tashbihu bil ila yaqtadi khurujahunna min az-zahar. Endi ilaga o'xshatib qolsak, dedeklik chiqish kerakdi. Shundan talashsizligimda bu masalada sahabaning ish izlari, sahabaning bergan fatvolarga qarasak, Hazrat Ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn Allah, yani abadilerden ikisi. Buldun aşo İmam Şafii, Ebu Hanife, İmam Ahmed, yani Cumhur'un karışı rivayet kılıngan. Bu bozma didekke zahar düşmeydi diyen karış. Bundan karşı racam. Sahabının, ula xilaf alatta biraz sahabının rivayet kılıngan iken, şu karış kuşlu. وأما هل من شرط الظهار كون المظاهر منها في العصمة أم لا؟ Yani işkini mesele götürdük. Zahardan şartı aşı ayal, zahar qilgan ayal, yani ayalni zahar qildi. Şu ayal o'zining emrid bo'lishi shartmi emasmi? Zahar qilgan chaqda, ha? Fadhahaba Malikun anna zalika laysa min shartihi. İmam Malik uning sharti emas. Bu deganlik masalan bir ayolga yat ayolga masalan sen bilan to'y qilib qolsam
anamning to'shaysa degan bo'lsa to'y qilmay turib keyin to'y qilib qolsa shu zaharning hukmi ijro qilinamdi kishigami yoki kishiga emasmi yoki qanday xudnab qolsam anamning to'shaydi deyotgan bo'lsa qanday bir qizg'onlab qolsa shunda zahar bo'lib ketamdi deganda evet keyin to'y qilmasa u og'zini chiqar yeyal xolos hech qanday munosabati yo'q agar to'y qilib qolsa tushidi shunda deydiganligim nima lekin bu zihor taloq hamisi shu nikohlik aloq ayollik munosabatni ustida tushgan bo'lgandan keyin bu asliy ayollik munosabat o degan keyin bularni so'g'an osmonda eslab turib tuqqan yil mesela bir ayolni man pokul xudini olsam 3 taloq desa o ayolni 6 taloq tushmaydi ana shu bir qarash tushmaydi ana shu mazhab shuda lekin shuda tushmaydi degan balki hamda taloq tushmaydi degan qarash ko'rishi mumkin lekin shuda degan qarash ma insonning lafzini qadrlashga iboratmi sen inson og'zingni bir lafzini chiqarding bu lafzini hisob qilsak sening inovating bo'ldi hisob qilmay nolga tang deyatsak nima bo'ldi sening qadring tushirmiz shu yo'q bu mazhabda inson qadrini bir ko'tarilgan mazhab insonning qadr qimmatini qattiq ko'tarilgan lekin bir og'iz so'zni qilib qo'yib keyin bu nolga tang desak shu sen nolga tang bo'lib ketish adam bulash bo'lmaslik shu odamning og'zini chiqqan lafziga bog'liq demak tavoq masalasi tushdi tushmaydiganlar bor endi mazhar kelsak uning mavqasi o'zgarib qolamdi qolmamdi فذهب مالك أن ذلك ليس من شرطه وأن من عين امرأة ما بعينها وظاهر منها بشرط التزويج كان مظاهرا منها إمام مالك يقول أمرده بودش كرك مسؤول أمرده أمس بر أيالنما شندا ده to'y qilaman deb to'y qilib nikoh qilgan ekan shu burun to'y qilmasdi degan zahari shu debdi taloq tushmaydi taloq tushmaydi ekan lekin bu yerda zahar shuddida وكذلك إن لم يعين يعني تخا معين بالقزانة دماء قندا خدنا بقاسم زهر دسا بلا أردو دبتو مثلا إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي دس ياك كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي يعني عموما زهر شيور دو دبتو مثلا وإن لم يعين وقال كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أمي bunda ism o'xshash bu qarash imom ahmad va ishoqdimi kelgan qarash imom malik bilan birga va dalga bi xilaf taloq mana taloqda tushmaydi deganda bular miyada g'achchida mavqani o'zgartdi va bi qawli malik fi az-zahar qala abu hanifa va thawri va al-awza'i mana imom malikning muzahardagi mush qarashini abu hanifa thawri va al-awza'i mutaddi aslida taloq masalasi abu hanifa bilan o'xshash emas bunimiz demak mushay imom ahmad va ishoqdan kelgan qarash imom abu hanifaning mazhabini naql qilishmi musha to'g'ri endi taloqqa o'xshash shu yerdami shu yerda deydi sizning kitobning ostida balki abu hanifaning boshqa deydi ba'zi kitobning ostida abu hanifaning qarashini deb qo'ygan kitoblar bordi tahqiq darsalamning bormi abdulning fati dalil abu hanifa lekin shu kitobningki hozir naql qilgan to'g'ri demak bu jumhur hozir zahar tushdi deydi وقال قائل لا يلزم الظهار إلا فيما يملك الرجل يعني bir bağımlar yaxsının ilkangda bo'lgan narsaga zahar qila olasan o'zingning xotiniga zahar qila olasan yot ayolga zahar qila olmaysan ya'ni shu so'zni degan vaqtingda shu ayol amringda bo'lishi kerak sen qo'lingdagi ayolga endi deyarsiz qo'lingni emas ayolga desang keyin u ayol qo'lingni chiqib qolsa bu degan chog'da qo'lingda bo'lmagan ekan bakar demoqchi وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور وداود مشولا ده وفرق قوم فقالوا أن بعض أتردراق تراب كل أيربط إن أطلق لم يلزمه ظهار كل امرأة أتزوجها دب من ده دب قاسا زهر شمن مشان وأن تويقم ما يشندا يشبكت يمول ده وهو أن يقول كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أمي دب قاسا زهر أمي دوا فإن قيد لزمه مثلا فلان خنم ده إن تزوجت فلانة أو سمى قرية أو قبيلة براشا مثلا يا أرمشدن تويقم ما غلجدن تويقم ما ديان بوسا قشقا خطن تويقل علغان ديان مثلا بولد ده ياك فلان دسا فلان نما بستان ناسين بولد قينش بمايدو بنالله وقائل هذا القول هو ابن أبي ليلى والحسن بن حي حسن بن حي نما بس وقت إمام أبو حنيفة زمان داش فقهاء من برسة ديان
ودليل الفريق الأول يعني جمهورنا قرشنا دليله قوله تعالى أوفوا بالعقود سورة مائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود جمع آيات ولأنه عقد على شرط الملك فأشبه إذا ملكه bu xuddi ilkinga kirib qolsa mushundoq degandek ilkiga kirishni shart qilib degan so'zga o'xshash man ashuni aqqasam bunda buldu degan gap muallaqqa o'xshash bunday ekan qachoniki qo'lga kirib qolsa shu zohir buldu demoqchi ekan demak o'sha yerda aqd degan o'zingning og'zidan chiqqan degan so'z shu hisob demoqchi undan deymiz fashbaha idza malak xuddi amrdagi ayolga o'xshash bo'ldi ya'ni bu bir tarafdan qiyos oyatni kelgan bilan istilo tarafdan qiyos bu bu oyatni kelgan bilan masalan va'daga vafo qilishning vaqti kelgan chog'ida ba'zimizda Abu Hanifa va'daga buyruq vujub emas deb turadi shu chog'dan jumhur ajab miyadan da demat naqd qilish ما أبو الثوري نظرت شو ما أشترك يا الثوري ديان ونسبة ما باشخه والمؤمنون عند شروطهم عندك ما هذه لما دل كثرتون والمؤمنون عند شروطهم بس شرط تعليق عنده وهو قول عمر نامم ده برترتن غير الغصن يعني حضرت عمر مشندا بالواقعلكته مشندا حكم قيغان خليفة شغدا داونك ما تربي كشلو قال ها قول عمر دينجي بالمؤمنون عند شروطهم دينجي قيتن ولا يا اشترك شو مذهب نمسك شو هذا القول مش قراش قول عمر دمشق والمؤمنون عند شروطهم دبر çıkıt koyup bu bir xil dalil hozir oyatdan dalil keltirdi ma huwa hadis sayyidis al mu'minun anda shurutihim illa shartan ahalla haraman aw harrama halalan yani Qur'ondan dalil hadisdan dalil hozir anda qavli sahabadan dalil xuddan qavli sahaba azam shahid xuddi yani ijmoda ginasini chinaydi bular shuning uchun Hazrat Umar xalifada shu so'rinda hukm qilgan boshqalar e'tiroz bildirmagan fakana ijma'an deb turadi ijmo bo'lmasa da ig'rosligan bir dalil demak Hazrat Umar bunda bir vaqalikda kapparat kilido deb hukm qilgan buni Imom Malik Muvattada mushvaqalik Muvattada rivoyat qilgan undan bu dalillar hozir xala ig'rosda demak vel mu'minun anda shurutihim deb bir to'xtatdi va hada al-qawl yani huwa qawl Umar deymiz vel mu'minun anda shurutihim degan so'z Umarning so'zi degan bo'lmaydi yani bu hadis Rasulullohning so'zi yani ma qarash mushu Abu Hanifa mushulning qarashi Imom Ahmadna Muslim mush qarash huwa al-warid an Umar radhiyallohu anhu shunda bir vaqalikda shunda hukm qilgan va amma hujjat Shafi'i فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما يملك يوغن خطنغان طلاق الشواب ومستلاق الشوق ولا عتق إلا فيما يملك özünün kulunu azat kılamaydı başkalarının kulunu azat kılamaydı ولا بيع إلا فيما يملك özünün milini satalı başkalarının satasılmaydı ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك özünün koldaki bağnasını nezir kılamaydı mesela imtihanda ötep deb bazardagi bizning kalisni yo qo'yni mushuni bo'g'izlayman deb qo'ysa u baka yo'lda ketib turib boshqa odamning ayolini taloq qilyaptim buni desa u yer boshqa odamning qo'lini ozod qilyaptim deb qo'ysa u yer va xarrajahu Abu Dawud va Tirmiziy Imom Ahmad rivoyat qilgan sayyidis va ziharu shabihum bit talaq ma'un mudibaratamna va ziharu shabihum bit talaq dinleyim قياس تمام شو هذا شكل ده قياس شكل ده وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ما هو ابن عباس رواية قنغان قرشيان وأما الذين فرقوا بين التعميم والتعيين هذا شنو قرش كده فلا ناسم زهاد يمدان خطلم آسم زهاد ينشكسن أيرم بلدو ديالله فإنهم رأوا أن التعميم في الظهر من باب الحرج umumlashtirsa bu o'zini qiyinchilikqa duchor qilgan bo'ladi chunki xudni olmaydi xudni olsa kappar bo'lish kerak faqat qalallohu taala va ma ja'ala alaykum fid-din min haraj davom ekan haraj o'qish uchun xudnish yo'lini eshitadi o'qitmoqchi ekan amaliyotda haraj mamda unday g'ir haraj emas kapparat bo'lsa joyi tushib ketgan gap tushunami yo'l bor واختلفوا أيضا من هذا الباب في هل تظاهر المرأة من الرجل yani bazı moçalar var yerine talak kılvatın sını dedik yani muş ayol
erni zahar qilib taqdirda anta alayya ka zahri abi degandek, ha? Ya ka zahri ummi desanda zahar qilsa, zahar bulamda bo'lmamdi. Ta'anul ulama thalathata aqwal deydilar. Ulardan 3 xil qarash keldi. Ashharuha annahu la yakunu min hadhar. Mashhur qarashda yoki jumhurning qarashida zahar ummaydi dedi. Va huwa qawl Malik va Shafi'i, yani Abu Hanifa, yani Imom Ahmadning bir rivoyatmiş. Jumhurning qarashi. Xuddi talaqmi u ayol kishining qo'lida bo'lmagandek, zaharmi ayol kishining qo'lida emas. Uni deb qasimi u bir yeldan iborat. Va thani anna alayha kafaratu yamin. Ikkinchi qarash, ayol shunda degan bo'lsa, qasam kafarat qildi. Xuddi ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallohu. Bu ayolga halalta. Baka bu so'zni qilish orqali halal erini o'ziga harom qilmoqchi bo'lgandek bir ahvol bo'ldi. Shuni kafarat berish kerak degan qarashdi. Bu ikkinchi qarash Imom Ahmadning bir rivoyat, Avza'i va Ishoqning qarashi. Yana Hanafi mazhabining ba'zan Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'iyni masalan shuni qarash. Va thalithu anna alayha kafaratu adh-dhahar. Uchinchi qarash uning zahar kafarat qildi. Bu xuddi bu zahar bo'lmaydi, lekin zaharga o'xshatib unda kafarat zahar bo'lmas degandek. Ha? Ya natijada shu zaharga o'xshaydi. Bu qarash uchinchisi Zuhriydan va Abu Yusufdan kelgan qarash. Hanafi mazhabining imomlaridan Abu Yusufdan. Wa mu'tamadul jumhuri tashbihu adh-dhahari bit-talaq. Ko'pchilik olimlar bu zaharni talaq o'xshatgan. At-talaq bi yadir rajul fakadhalika adh-dhahar. Ayolning unda zahar qilish, talaq qilish unda huquqmaydi. Wa man alzama al-mar'ata adh-dhahara fatashbihan lidh-dhahari bil-yamin. Bu emas. Hadin ikki so'mi bir so'm. Tashbihan deydi. Man alzama al-mar'ata adh-dhahara fatashbihan lidh-dhahari bil-yamin. Zahar tushdi deganlicha, zaharni qasamga o'xshatlan tushdi debdi. Qasam qismi tushanta, zaharni tushdi demoqchi. Va man farraqa ayrıqalla qasa zahar ayolninki zaharni zahar bo'lmaydi deb arg'anlar. Kafaratu zahar diyorlar bu. Mahkamada jumhur degan shu keldilar ayol kishiniki zaharni. Ular qavl avvalini ashhurun. Jumhurdan kelgan. Jumhurni qilgan. Jumhurni qilgan bo'lgani uchun jumhurni kilimsin. Va thani anna alayha kafaratu yamin. والثالث أن عليه كفارة الظهار ومعتمد الجمهور تشبيه الظهار بالطلاق دبولده جمهور نطيده ومن ألزم المرأة الظهار فتشبيهها للظهار باليمين وأجر كفارة يمين ديان قراش كده ومن فرق ديان إشكنج قراش كأبا كفارة يمين ديان قراش كان ومن فرق فلأنه رأى أن أقل اللازم لها في ذلك المعنى هو كفارة يمين وهو ضعيف. Demek farkı var geldim abi. Bu zahardan farklı deb qaraganlar. Unda zahar tushmasa, hech qanday hukm kelmay unda og'zini chiqib yel bilan do'st yo'q. Bu tahrim ma'nosi va undan keyin qasam qilgandek. Ya'ni seni o'zing harom qilibdima degandek bir qasam bor buni. Undan keyin aqalli shay kafarat yamin qildi debdi va doif deb mayada marjuh qilibdi. وسبب الخلاف تعارض الأشباه في هذا المعنى. يا ترى سببه مش مزبون دامده. إلو طلاق أخشب بقتق، اليمين أخشب بقتق، ونو أخشب بقب، أن أخشب قدر الناس نتشوله كتكلك شون، شو بس ونو دبقتق. لكن أصحابنا زمانه بوغا مقالك لا باكين. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كذا عائشة بنت طلحة. Tabiiyat bu burun bir erga tegib, biri o'lib ketgandan keyin Musab ibn Zubayrga tekkan. Yani bu ayol fazilatlik, nasab, hasab, sharafda, sihliqda, esillikda danışqaga ayol. Hem o'zin jamolda tangdish yo'q deb sifatlangan. Bachirada qo'shgan. Bu ayol ham da shunda gangun ayollardan deyiladi. Kim Musab ibn Zubayrga tekkan. Shunga tekkandan keyin Musab şu çağda Irak'ın valisi, emir. Akisi Mekke'de halife olup ilan kıldık ne? Abdullah ibn Zübeyir. Bu Mus'ab şu çağda Irak'taki vali. İnnemâ Mus'abun şehabun minallahi tecellet an vecihihi zulmâ'u deb şair Medidiyen. Yani bu mana çok bahadirlarını üstü. Şu Mekke'ye Haccac besip kelgen çağda Abdullah ibn Zübeyir depki.
Ey müşahidinin çıkan Musab bo'lgan bo'lsa, razıyan qildi kelmedi. Çünkü bu ikkidan bulab qalsam bir qo'shinga tengildi qoldi. Zubayr ibn al-Awwam shunda tuğa? Qadisiyami, Qadiyermi, Qadisiyada. Hadi yaşballah. Bir hamle qilmamda, seni bulanmay qalasam keldi. Ya deb. Hamma Mahmudga urrada bir chigancha ashundan qilib 1 milyon qo'shinning maqsaddan chiqib, asabdan chiqib, atrofga qarshi yo'q yaşballah. Sonra yana aqiyinib kirchab qilib bunda qilib mayana chiqdi ekan. Chiqsa shu natijaliga nayz qilib o'qtigib qirishtigib zidol ekan, yoki bir to'shikka esib qolgandarmiz. Şu Mus'ab yoki shu Abdullah ibn Zubayr kichik chog'da shu qo'lini tiqib bunda o'ynamiş ekan. Abdullah ibn Zubayr. Va shunda palvonlar bu. Mush ikki o'g'limiz shunda palvonlar, bahodirlar. Bu shunda bir isl xonimni alf to'yliq ko'rib, alf degan nechildi 1 milyon bilan 1 milyon to'yliq ko'rib olgan. Dirham bo'lsa, u dinar u bakchaka bo'lmaydi. Lekin shu chaqda milyon degan gap yo'q gap, yo'q chaqda alf deydi vaqtlar. Shu anda Mus'abga tekkandan keyin bir ishda ochib qilib kimdatgan anta alayka zahru ummi deb Aisha bint Talha debgan Mus'abga. Ummi deyishi mumkin, abi deyishi mumkin vallahi. Çünkü ma ibaramda bu bunda quyilib ketgan ibora bu. Turaq ibardik. Bunu şüphe deyishi mumkin. Do'sa kishi talaq desa, kishi qilib uni talaq degandek. Mesela. Turaq ibar desak, anta alayka zahru ummi deymiz. Yo'q, amaz buni qarab deymiz desak, anta alayya kazahri abi deymiz. Yo'q, kazahri ummi deb tushganda, degandikan Rasulullohning sahobalari shu yerda hukm qilib ketgan, kafarat berib, ondan yana asli qaytib kelgan. Yo'q, zahar oldu degan gap. Kafarat zaharni bertgan. Bu Aisha bint Talhaning onasi Ummu Kulthum bint Abi Bakr as-Siddiq radhiyallohu anha. Demak, shunda istiloh yo'landi. Musabning ammasi bo'lgan. Shu bir tarafdan unda nutqdan chiqdi bular. Burunmi o'sha ish qilgan bir Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Bakrga tekkan. O'lib ketgandan keyin nima Musab. Yana bir tarafdan Aisha buning ammasi bo'ldi. Hazrat Aishadan hadis rivoyat qilgan ayol. Bu Aisha bint Talhaning hikoyalari var. Nurg'un. Şiir, muşunda, sorularda, Hudalqa, Sükeyne bintul Hüseyin'in vaqalık durağı, edebiyatta, önümüzde danqıva ayarlandı. Demek muş vaqalık hazır, sahabılının huzurda buldu mu? Sahabılı aşında hüküm koydu. Ondan iken, zahar çudu demiş. Onda ya, kaparatlan bagen, o zahar kaparatına yemin kaparatı bagen desek, şöyle kaparatı yemin deyin gep çıkıdı. Hem şöyle kaparatı yemin bagen buluşu mümkün. Kafarat bari de kelgan. Lekin kafarat zahar vadmi, yemin kafarat vadmi? Belki yemin kafarat bagan bo'lsin, qasam qilsa. Unda aniken mush kafarat yemin ya o daif ya mushqarash hazır. Aisha bint Talha vaqtay gulan hazır shundalam jalni ketgan. Al-fasl ar-rabi'u fima yahrumu 'ala al-mudahir. Erkishi masalan ayolga shunda anta alayka zahru ummi dedi. Degandan keyin bu ashuni kafarat berish kerak. Kafarat berishdan ilgirandi. Asli cima qilish uchun kafarat berish kerakdi. Ham cima qilmasmi, lekin uningdan tuvan ishni qiyis qila olamdi degan masala. So'ysa ya qo'lni tutsa, uni ruxsat bormi yo'qmi? Vattafaqu ala anna al-mudahira yahrumu alayhi al-wata. Buni ittifoq. Fatahri raqabatin min qabla yatamassad. Zade kafarat bermay turib u cima qilsa bo'lmaydi. Vaqtalafu fima dunahu min mulamasatin wa wat'in fi ghayri al-farji ve nazarin lezzeti. Bunundan tüven narsalar ve hakazalar deymiz bunda. Tutuş, kucaklaş, qarash degandek mushunda masalalarda talashlar so'rab qoldi. فذهب مالك إلى أنه يحرم الجماع وجميع أنواع الاستمتاع مما دون الجماع من الوطء فيما دون الفرج واللمس والتقبيل والنظر للذة ما عدا وجهها وكفيها ويديها من سائر بدنها ومحاسنها. İmam Malik attı, cima haram. Unundan tüven turduğan ve hakazanın hemsi haramdır. Ayaldım her türlü kaşında huzurlanış istimtadına cimadan tüven turduğan. Fima dunal farj. Demek cima kılmasa unundan başka lems, takbil ve nazar lillezza. Demek aşında qarash, tutuş, söz degandek mushunda ishlarning hammasi o'xshash, cima o'xshashlam
haram buldu. Hakatlamında yüzüge qarasam, iki alqını qarasam, iki xuluq qarasam buludu. Ama bedenin başqa joylariga yoki boshqa husni jamoliga qarasam bo'lmaydi demoqchi ekan. Demak, Imom Malikning bu qarashi hozir ehtiyot qilib, balki undan tuvan naslini qilib o jimaga dastur silishi mumkin degandek ko'rinayotir. Va bihi qala Abu Hanifa, Imom Abu Hanifa mushqarashni tutdi. Illa annahu innama kariha an-nazar lil farj faqat. Imom Abu Hanifa faqatlamda oldi o'rtaga qarasang makruh deb qo'yibdi. Degan boshqa tarafdan hamma ish jimaga o'xshash demakchi. وقال الشافعي إنما يحرم الظهار الوطأ في الفرج فقط المجمع عليه لا ما عدا ذلك. Imam Shafi'i bu zahar qilsa shu jima qilish ham harom qilinadi. Bundan boshqa narsani harom qilyotmaydi debdi. Va bi qala Thawri va Ahmad va jama'atun. Bu mo xiljiq olimning qarashi ekan. Va dalil Malikning qawluhu ta'ala min qabl an yatamassa dedi. Imom Malik mushayatni tarafga ko'z tutdi. Endi mushayatga va zohiru lafz tamas yatamassa degan mush so'zningki zohirdan qarasak yaqtadul mubashara fama fawqaha. Tamas qilish yani shunda nas tigeshi, tutish, sürüklash yo'slam shunda bo'ldi. Demak, mushayatda hozir men qabla yatamassa badani bir-biriga tigib masalan, shunda bir ish bo'lash degan ekan, u jima'mi shuni siychirdi, boshqa va hokazomi shuni siychirdi debdi. وَلِأَنَّهُ أَيْضًا لَفْظٌ حُرِّمَتْ بِهِ عَلَيْهِ. Çünkü muş zahar bilan muş ayol aşı erge aram bo'lib ketdi-ku. فَأَشْبَهَ لَفْظُ الطَّلَاقِ. Şunu talaq o'xshadi. Hozir bu qiyas. Talaqdimi erge ma'lum darajada aram bo'lib ketdi-ku. Zahar mı shunda demak ekan. وَدَلِيلُ قَوْلِ الشَّافِعِي أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ كِنَايَةٌ هَهُنَا عَنِ الْجِمَاعِ. İmam Şafii debdi, bir temas degan aslida jima demek çıktı birader. Lekin Allah Teala yögep degan gap bu. O çıkmay yögep degan gap. Bidalil icma' ala annal wata muharramun alayh. Bunun delili nima? Jima maqsad qilgan bu Allah Teala'da yögeprek degan so'z ma o degan. Chunki hammadan zahar bilan jima harom bo'lib ketganlar ittifoq. Davonki mushunga mulzamman. Undan boshqa mulzam emas. Davonki bundan maqsad jima demakchi. Bu Shafi'i zahiri turib berdi. Ba'zida unda o'rin olmuş qoladi. Va idza dallat ala al-jima' lam tadull ala ma fawqa al-jima'. Endi jimaga dalolat qildi ijma'an. Shunami? Jima dalolat qilsa, jima'ning ustidagi debdi, lekin ijma'ning aslidagi desak bo'ladi. Ya'ni jima'ning tuan nasliga dalolat qilmaydi. Uni boshqa dalil lozim. Ma oyatdan o jima'ning tuan turadigan va hokazolar maqsad qilindi deyilmaydi deydi. لأنها إما أن تدل على ما فوق الجماع أنه منطقي تقسيم boyunca iş işkinasının mukhaliyemez. Muş ayet hazır. Cima'nı bildirdi, cima'nın tüvennasını bildirdi deyimiz. Bu bir ihtimal. Ya ki cima'nla bildirdi, onun tüvennasını bildirmedi deyimiz. İki ihtimal var. Ama onun üçüncü ihtimal yok mu? Hem de cima'la dalalet kıldığı dediğimiz mecazi dalaletti. Çünkü ve temas diyen bedenge teyişten ibaret. Tutuş, söz, şağılış diyendek nasıl o? Hem de bundan aslında biz çıkarıp ötüp cimadan kasıp olsak bu mecaz oldu. Yani yürüge perçeplen diyen söz, maksat cima diyen bu. Eğer şu lafzinin üstüne alsak, hemmisine cimadan tuvanasını öz içi alıp dereydim. Bu iki ihtimallik. Lakin, hem de iki ihtimallikin birisini çıkarıp tutulan, hazır birisini kaldırıp koyuyor. Kudda sabır ve taksimi koşuş. Lakin, kad ittefakı ala anna dâlalil cima. Hem de hemmelerin ittifakı boyunca, jimaga dalolat qildimi, qilmadimi qildi deymiz. Jimadan tuvandı çok ixtiloflashdi. Fantafat ad-dalalat al-majaziyya. Undan ekan bu yerda majazi dalolat yo'qolib ketdi deydi. Jima bo'lgan ekan bu xuddi haqiqatdek bo'lib ketdi demakchi. Xuddi lams biz Uyg'ursimi bir yastıqqa bosh qo'ydi deb qo'yamiz-ku. Bu odatda biz ikki ehtimollik ekan desak, adam yerda shu jima maqsadida shuningga haqiqiy bo'lib ketdi demakchi ekan. Yerda temas xuddi o'shada haqiqiy bo'lib ketdi demakchi. La yadul lafzu vahid bidalalatayn haqiqatan va majazan. Chunki bir so'z ayni vaqtda ham haqiqatni bildirgan, ham majazni ikkin tang bildirgan bo'lmaydi. Ya uning dastin kerak demakchi. Qultu yuqorida Imom Shafi'ning dalili. Ana İmam İbn Rushd men deymanki
الذين يرون أن اللفظ المشترك له عموم لا يبعد أن يكون اللفظ الواحد عندهم يتضمن المعنيين جميعا. من اللفظ المشترك umumlikni bildirdi. Yani haqiqatni bildirish mumkin, majozni bildirish mumkin, hammani bildirish mumkin deganlar. Mush bir so'z ishkili ma'no oladi deb deb qaragan bo'lsa ijroq emas edi. Yash ehtimollik bor edi. Yani ularning nazarida mush bir so'z ishkili ma'noni o'z ichiga olgan bo'lishi mumkin, ijroq emas. Ana haqiqa va majaz. Ham haqiqatni ham majozni. Va in kan lam tajri bihi adetul Arab. Arapning adeti unda bo'lmagan bo'lsa-mu, Arapning adeti nima? Ishkini birini bitirsa, bu ishkilisini bildirdi demaymiz. Ama mesela bir yastık baş koydu degan so'zdan masalan, hem adetdan bunda işte bir qildi deganni maqsad qildigan, ayni vaqtda ham onda jima qildi deganni bildirgan ishkili narsani maqsad qilgan bo'ldi. Ishkini birini maqsad qildi debdi. ولذلك القول به في غاية من الضعف. Şu anda işkili ma'noni ayni vaqtda bildirdi degan gap bek ojiz. Walau ulima anna lish-shar'a fihi tasarrufan lajaz. Amda shariat bunda bir so'zni faqat bir mazmunda ishlatilishi xas qilibdi deb bir dalil kelgan bo'lsa-da, o'shada mayli deydi. Yoki shariatda masalan ma'noni ishlaydi deb bir dalil kelsa, o'shada boshqa deydi. Unda kelmagandan bunda ahvolida u bir so'z ikki mazmunda tan ishlatildi demaymiz. Al-ayn degan so'zni bu oltinga ishlaydi, ko'rdigan ko'zga ishlaydi, jasusga ishlaydi, buloqqa ishlaydi deydi. Lekin birisi bir ayn degan so'zni bir iborada ishlatsa, o'sha hamma tan maqsad qilgan bo'lishi mumkinmi? Cho'qim bir maqsad qildi. Al-shara tasarrufan fihi lajazgan xuddi innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina sallallohu alayhi va sallam ayatni ba'zilar o'sha salat degan so'z nishada Alloh taologa nisbatan manda mazmunda boshqalarga nisbatan manda mazmunda bir so'zni ikki mazmunda deb tura oladi bular. Hamdayet aciz şu. Biz qarşı acizlar. Bu bir ayet keldi. İnnalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Yusalluna alan nabiy dedi. Allah ve farishtalar salat qiladi dedimi? Hamda ya ayyuhallazina sallu alayhi. Siz salat qilinglar dedimi? Buni maqsad nima esa? Allah ve Resulü sana aytdi, nima qildi u bu deb bendilar kelgan chaqda, insonlar kelgan chaqda siz durud aytinglar, salom yo'llang deganda gunoh. Demak, ishkilishga nisbatan bir narsa qo'shishimiz kerak. Salat degan so'z ayni vaqtda unda ikki ma'noni ishlatilmaydi. Yani bir ayette. Peki işkiye tekrarlanan bir yer kelgan bo'lsa Allohdan bu ikki mazmunda ishlatilmaydi. Vaydan fa inna zahara mushabbahun indahum bil ila. Yana bir tarafı bu zahar degan ularning nazarida ilaga o'xshatilgan. Fa vajaba an yaxtassa indahum bil farji. Ilaga o'xshatgan ekan, ilada haram bo'lgan nimatta jimati. Davom ekan, işte jimalam haram deyishing kerak. Demak hozir Şafii'nin qarashini kuchlantirgandek. Lekin endi zahar degan so'z bunda bir ibora bizning Uyg'urlar ichida bizning diyorimizda bir ishlabak yo'q unda. Balki bo'lsa o'sha arabcha bunda fiqh kitobini o'qib, o'shuni bir tatbiqlab baqaya, izoh baqay deb bir qilgan bo'lsa bo'lishi mumkin. Lekin normalda avam xalqda unda bir ish yo'q. Unda avamga buni ataaytan bu bir kashin ishni biz diyorimizga import qilib ag'irtib o'zimizning beshini. Avarchilikni qildi, buni bo'ldi. Arab diyardan qapqasmi Arabning xasbi odati bu deb unda qo'yib qo'ysa bo'ldi. الفصل الخامس هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح bu aşu talaq meselesida mas'alatul hadm dediqo masalan talaq bo'lib bir ayolni keyin u ayolni iddat ichida yana qaytarib olsa talaqning burunqi talaq bor undan qo'li bir talaq qoldi degan. Agar iddat to'shab yo bayin bo'lib ketib keyin boshqa aytiga aylanib cho'gilib yana shu ayolni aqqasa burunqi talaq jilib ketib yana talaq qo'li bo'ldi deb o'tgan to'qaydi. Bu shunga o'xshashmi? Zahar qilib bir necha qatimda bo'lib qolsa buni bo'lmoqchi. Masalan, tafsilot chiqadi. Va amma takarrur zahari ba'da talaq. Bir qatim zahar qildi. Undan keyin talaq qildi. Talaq qilgandan kafarat amay yana albatta amriga qaytarib ekildi undan. Ha? Talaq qildi, kafarat amay yana qachida iddati ichida qaytarib oldi.
ثم راجعها دين شو يعني في العدة راجعها في العدة ياكي بعد العدة قيت نكالب أبطه هل يتكرر علي الظهار يتكرر علي الظهار يعني أش برونت الظهار كشكي إجمو ياكي وجود كتمو bu netice meselede ortaya çıktı o. İladımız ne çıktı? فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْمَسِيحِ حَتَّى يُكَفِّرَ فِيهِ خِلَافٌ. Demek bu burun ayağını zahar kıldı. Zahar kılgandan keyin kapparı bana aytib talaq qilib etdi. Ya kapparı birisi erkek talaq qilib etgan bo'lishi mumkin. Talaq qilib etgandan keyin iddat ichida qaytirib oldi yoki iddat to'shab ketgan bo'lsa yengildi nikohlab oldi. Amriga qaytirib olgandan keyin ash burunta zaharning hukmi kuchga ega. Sen yaqin kelishga ilgari kapparı birishing kerak damdoq yoki u burun yuzib ketdi-da o'tkash salat yana boshlar nurdan boshlaymiz damdoq. Buni talash tartish bor. Qala Malikun Imom Malik bilan Abu Hanifa Ahmad Mubillah in tallaqaha duna salat mana Beynuna kubra bilan so'g'rani ayirgandek adira. 3 talaqdan tuvan talaq qilsa, andin iddat ishida yak iddatdan keyin yana amriga qaytirib bas. Iddatdan keyin nikoh bilan bo'ldi. Iddat ishida bo'lsa nikoh bilan qaytirib oldi. Ta'alayhil kaffara. Bu ahvolda ay zahar kuchga ega. O'chada kaffara berish kerak debdi. Demak, bunun qarshida 3 talaq deb rasmiy beynuna kubra olib ketib, boshqa aytiga cho'g'lab yana amriga chigan bo'lsa, o'chada yuzib ketadi. Yahdim demakchi. وقال الشافعي إمام الشافعي دبتو إن راجعها في العدة فعليه الكفارة عدة شرق يترواغن بوسا كفارة كيلو دا يعني أخشيت مكتشي كشكي إيجاد مكتشي وإن راجعها في غير العدة فلا كفارة عليه عدة تشبكت كان كم يات أيوة كتة وبرون قشتو جيلو كتة من يوم أسلاد أمريكيان بوسا نردن باشنا يميز مكتشي وعنه قول آخر مثل قول مالك İmam Şafii'nin şu meselede ikinci bir söz kelgan deydi. İmam Malik'nin sözüge o'xshash debdi. Ash kuchga ega degani. Yani İmam Şafii'nin üçüncü bir qarashmi kelgan. Üçüncü qarashda agar 3 talaq bilan beynuna kubra bo'lib ketgan bo'lsa, uni kuchga ega emas degan qarash. وقال محمد بن الحسن الشيباني يعني إمام أبو حنيفة شاكرته الظهار راجع عليها نكحها بعد الثلاث أو بعد واحدة beynul kubra so'g'ra raji' talaqdan keyin qaytirvasin nikoh bilan qaytirvasin qanda boshqa oyat yib bo'lgandan keyin qaytirvasinmi shu zahar kuchiga ega Muhammad ibn Hasan va hadhihi al-mas'alatu shabihatun biman yahlifu bit-talaq thumma yutalliq bu masalaga o'xshaydi desa xuddi birisi talaq bilan qasam qilibdi ondan talaq qilibdi ondan amriga qaytiryapti hal tabqa tilkal yemin alayhi amla. Demek başta talaqning gapini chiqarib bir qasam qildi bu. Vallahi la utalliqannaki degandek, qilgandan keyin bu talaq qilayotgandan keyin qasamni turgan bo'ldi. Kaffara kelmadi. Talaq qilib bir muddatdan g'achchida amri qaytirib olsa, xuddi burun qasamida turmagandek, qasamni buzayotgandek bo'ldimi? Qasamga kaffarat kelamti degan masalaga o'xshab qoladi. وسبب الخلاف هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ويهدمها أمامه شو مسألة الهدم دي نجمش بيها ترشتاتش مش طلاق أرخطلق مناسبات مش أحكام بطلع كترتم دو يا أرخطلق يعني طلاق اسمه مثلا راجعي طلاق وصن ما دون الثلاث وصن ياك الثلاث وصن مش هذا طلاق من إدت إشت تغان شغدا يعني أرخطلق دائرستا تغان بلامدو يا أزل كسل دو مناسب أزلجن بلامدو مش هم باغلق فمنهم من رأى أن البائن الذي هو ثلاث يهدم بائن ملكسة بين الكبرى وغم اشتغل لهم başka ayet yazgan boğanken bu erler münasebet kalmadı bunun. Bundan keyin burun zaharını juyutudu, yak talaqını juyutudu. Talaqını elbette juyutudu. Talaq qilinib başka ayet ekkendan keyin yani çögülep şu burunqa yeriga tegsa, talaq yani yeni başlardan başlandı. Şunga o'xshash deb qaradi. Yani yahdim at-talaq at-talas demakchi. Va anna ma duna at-talas la yahdim. Shun az bo'lsa o chaqda qayta nikohni bundan nima qilsa, shun az talaqni juyutamaydi. Ba'zilar bunda ayirib qaradimda. Va minhum man ra'a anna at-talaqa kulluhu ghayru hadim. Man ba'zilar bu talaqning hech qaysi unda ketmaydi debdi. فمنهم من رأى أن البائن الذي هو الثلاث يهدم يعني يهدم ما الظهار ده مش هذا يهدم الظهار بعضلا ما يشار من ده برتلاش تاسورب kaldı sebebi خلاف oldu mujna boğaçqa بعضلا 3 talaq bulab qalsa beynul kubra bo'lgan bo'lsa bu talaq zaharning hukmini juyutidi debdi yahdimu hukm az-zahar
Ve enne ma duna salat la yahdin. Endi 3 talaqdan azlab qalsa, 1-2 talaq olur. Rac'i olib qalsa, zaharning hukmini jo'nat. Chunki erga yana qaytariladigan holatda bo'ladi. Ve minhum man ra'anna talaqa kulluhu ghayru hadin. Ba'zi talaq degan nimani yutamadi. Yani Muhammad ibn Hasanning qarashi. Talaq ushulab ketsin, baynuni kubra olib ketsin, yuyilmay anda qoladi. O'chmas rangga o'xshashin. وأحسب أن من الظاهرية من يرى أنه كله هادم. ظاهريدن بعضda bir talaq olib qalsa, juyutida deb qaraladi. Zahirining qarashi shuladi. الفصل السادس في دخول الإله عليه. Bu bir tarmoq masala ekan. Zahar qilib, zaharning ustiga ila qildi. Üstlab. Mana masalat. Anta alayya kadahri ummi debdi. Degandan ondan ila qilgan, masalan sana yaqin kelmayman deganda aslida so'zni qildi. Va amma hal yadkhul al-ilah ala al-zahar? Demak, zahar qilib qolgan ekan, endi ila qilsa bu ustiga dastilni bunda qatma-qat bo'lib ketadi emasmi? İza kana madarran. Demak, mushada zahar qilib qolgan ekan, bu ayolga taxmi yana ziyon urishda taxmi kejlik qilib bu ilani qatitibdi. Demak, mushada ziyon urish bo'lgan ahvolda ekan. Xuddi bu ayolni ham ya talaq qilib o'tmay, ya amri tutib xotin qilmay bunda esib qo'ymoqsin. Bunda esib qilmoqsin. Va dalika bi an la yukaffira ma qudrati ala al-kaffara. Demak, zahar qilgan kaffarat bir o'tay deb ketsa, bir qulozat qilotay desam qilib ahvolda ekan. Shunda turliq kaffarat bermoqdi bu. Bermay, yani iloh qildi. فإن فيه أيضا اختلافا فأبو حنيفة والشافعي يقولان لا يتداخل الحكمان لأن حكم الظهار خلاف حكم الإله. Bu birge kirişip çıkışketmedi ayrım nasip oluyor. وسواء كان عندهم مضارا أو لم يكن. Demek bu ziyan uruş üçün bunda diyen bolsun, ya kanda bir diyen bolsun, oxşaş. Xuddan da anı ayrım kaparat, manı ayrım kaparat, çıkısı ayrım narsa. Giraj kirişip ketmedi, bir olab qolmaydi. Ve bi qala al-Awza'i ve Ahmad ve cema'a. Bu mu cumhurning qarshi ekan bu. Ve qala Malik yadkhulu al-ilah ala al-zahar bi shart an yakuna madarran. İmam Malik dedilar, ziyan urush maqsadida, ashunda zahar qilib qo'yganki atayana ilah qilsa, bu ikkisi giraj ketadi. Bir gap bu demakchi. Xuddan ikkisi bir kafarat qilinganday. Ve qala Tavri yadkhulu al-ilah ala al-zahar, yani bu birleşip ketadi demakchi. Lekin ve tabinu minhu binqida al-arba'at al-ashhur min g'ayri i'tibar al-madar. Bu ziyan urush maqsadi ba yo'q deb uni ko'z tutmaymiz. Fakat lam 4 ay ötep ketişilen kafarat anısımı ila galip ketidi demekçi. Yani bir ila oldu, ikisi bir ila ibaret demekçi. Burun qarashda deganda İmam Malikning qarshida ikkisi xuddi bir zahar olib ketdi degandek. Ya ikkisiga bir kafarat bilan barsan ikkisidan ketidi degandek. Burun qilning jumhurning qarashi mana ayrim kafarat ya kafaratimiz 4 ay tush degandek. Fafihi thalathatu aqwal. Demak, bu shu masalada shul qarash ba'da xuloslash mumkin. Qawlun innahu yadkhulu bi itlaq. Ikkisi mutlaq birlashib ketadi degan qarash va qawlun innahu la yadkhulu bi itlaq. Ya ayrim masala ikkisi bir bo'lmaydi degan qarash va qawlun innahu yadkhulu ma'al madarra va la yadkhulu ma'a adamiha. Ziyon urush maqsadida anda degan bo'lsa, ustlab zahardan keyin iloh qilgan bo'lsa, javob birlashib ketadi. Unda maqsad qilmagan bo'lsa, birlashmaydi degan qarash. Va sababul xilaf mura'at al-ma'na va i'tibar al-zahir. Bu talashlarning sababi mazmunni ko'z tutib, shuningga rioya qilish bilan zahirga qarab, zahirni ko'z tutish bir xil zid kelib qolganday. فمن اعتبر الظاهر قال لا يتداخلان. Zahir mitte bu ayrım mesele. Bu ayrım mesele. Manası zahar, manası ilah. Ma'amatahum ma'samatahum. Sizga emas demak shitda. Bundan keyin la yatadakhalan ikkisi bijilishib qolmaydi argizib. Va man i'tabara al-ma'na qala yatadakhalan. Mazmun qarasak ishki desa shu ayolga yaqin kelmaslik, ayolni o'ziga harom qilib o'tishdak bir mazmun bopdi. Bundan keyin ikkisi bizga deb qaraymiz debdi. İza kana al-qasdu ad-darar. Ziyan urush maqsadi bo'lib qolsa. Va bu qawl aktar al-fuqaha mushu ko'pchilik olimlarning qarashi. Yatadakhalan. Bo'lgan ekan talaq degan. İkisi bir olib ketdi deganlar, ikkiga bo'linib ketgandigadir. Birisi kafarat berasi bo'ldi dedi. Kafarat bermagan taqdirda 4 oy degan. 4 ay. Turmaydi degan faqat zaharlanma ishini
kafatırda ilanın gittiğinde bisa kim aydı diyen şu ayrım. Zaharın sırrı bir kapara birleştir gerek. Andi ilanın uygun tahyana o kapara birleştir zaharın üstü de ilanın şey yana ayrım var. İlan düşmüş sorunlar. Kirmeyden isem ilan düşüngenlik zararını kapartma. ne işte o İlan boğan, öğrenim zar boğan. Ya ilan düşmeydi değil mi dokad? Kirişip giden de diyeyim. Şudu deydi o. Zaharın üstü ilanın üstü. Lekin Xudodan pakanda ishga bir to'lasaklam mashinada gidiyorsan xato qilib yana xato qilgan pakan to'lasak bo'lamdi yoki ikki yoqda shu qilsa raqam olmasa ba'zan to'lab ketdim so'karmi yo'q hozir yana bir xatolar qildim buni bir to'laysa deydi Jima haram bo'lgan ish ilandan bo'lgan maqsadni jima qilmaslikmi shunda Allah'ın bu ilan çıkar شوف فمن اعتبر المعنى صادر اعتبر المعنى قرنا Ya yani فمن اعتبر الظاهر Zahir kapattın gibi olur mu? Manam gibi de hazır bu ikisi birleşip gitti ya ki birleşip gitmeydi ikili ahvalda bu ilanın düşkenliği demek için ilan çokum ilanın zar şekilde tam düştü demek için. tamam. Lekin men müdahaleatman pezlaqalını oylaganda men aldı bir qatim zar qilgan ekan buniki hech qanday yaqinki jo'g'i yo'q ayoliga. Yaqinki jo'g'i yo'q deb turib nima ish qilgani e'lon qildi demakchi. Tamam da tuttu hazır. Hem nima ish qanday qildi degandan shunday qilib so'rab qolgandan so'raymiz endi. Nima ish degan gap? Nima ish degan gapni biz bildirganimiz liddarar. Yani ayolning zahar bilan kapparat bilan ma unushilib qolsa bu yana ma ila tarafdan yana isig'liq tuson deb üç kat mündanımda es koyması var. Ya onda oylagan bolsa o adamga ikkilik kaparat masak unda ayoliga teqinmak zarar tushgan ekan ziyod zarar olgan ekan Abu Hanifa shunning degan la tadaxil degan gap ashqidan. Bizden bir adam bir meni o'g'rildi. O'g'ri faqat uni o'ltiribdi. Yurib qoldi Sahibim ma'lummi? Ben sahibim o'zine. Uni qanday shariatchilik ayirib qolsa, başta o'g'rining qo'lidagi şeriatı bir icra qilib keyin o'lguniga nima qilamdi ya tadaxil oldu. Kalısını kesseklemiş gibi. Dolayı ziyan uğraş maqsadida qilgan bo'lsa, qala tadaxilani idza kana al-qasdu darar. Ziyan urush maqsadida zina qilgan bo'lsa, bu bir-biri kirishib ketadi debdi. Tamam, ziyan urushni ko'z tutdan, ziyan urush bormi yo'qmi deb tekshirib, shunga asosan yo'q. والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك